Assalomu alaykum aziz obunachilar, hurmatli Akbar o'z kanalining ashaddiy muxlislari. Mana bugun biz Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Moskva kolxozidan, ya'ni Katta Naymancha Intifoq qishlog'idan semkamizni olib boryapmiz. Hurmatli aka-ukalar, bugun bu yerda o'zimni tog'amning xonadonida boqilayotgan katta ho'kiz sotilyapti. Mana shu ho'kizni hozir sizlarni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Inshaalloh telefon nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanib so'rab kelaverasizlar. Mana ho'kizimiz. Akalar. Ho'kizimiz necha oylik? Yoshi qanday buni? 1 yoshi 2 oylik. Mana 1 yoshi 2 oylik buqa. Bu baylovdamidi? Yo'q, hozir. Hali baylovga tashlanmagan. Mana. Buni sotishdan maqsad pul zaril. Pul kerak bo'lgani uchun sotilyapti akalar. Mana molga garantiya. Sizga to'ygan. Sizga to'ygan yoshlig'idan o'zlarini siyrini bolasi. Mana ho'kizchani tirishlarga ham e'tibor qilingizlar-da, mana. Tirishlarga ho'kizchani. Ho'kizchamiz uyaltirib qo'ymaydi. Ob bog'amon deganlarga, shu mol ishqibozlariga-da bu video murojaatimiz. Pul zaril bo'lgani uchun chiqaryapmiz. Kimga kerak bo'lsa so'raysizlar. Mana molimiz. Orqalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. Ular bilan, boshlari bilan. Mana ho'kizchamiz. Bu ho'kizchamizni bahosi nechi bo'lyapti endi? Nima deymiz buni? Nech pul qo'yamiz? 30 deymiz, kelishtiramiz-da. 30 million so'm baho qo'yilyapti. Yana ham kelishtiradigan joyi bor. Chiroyli narx qilib beradi lekin. Aytilishi 30, shunda ham savdosi bor. Savdosi mol ustida. Kelasiz, ko'rasiz. Manzil Katta Nayman Ittifoq qishlog'i 68-maktab darvozasini to'raydi. Telefon nomerlarini aytib ketamiz. Og'abek telefon nomerini aytib berdik. 33lik 33lik 256 256 83 80. 83 80. Ekranga ham yozib qoldiramiz. Telefonga bog'lanaverasizlar. 30 million so'm baho qo'yilyapti, yana ham kelishamiz. Kelishadigan joy bor. Yeb ichishga javob. Pul zaril bo'lgani uchun sotilyapti. Mana hovlida o't-poya hamma narsa bor. Mol yeb ichishdan qiynalmagan.